Marketda sotuvda Kia Carnival eng fulli oldi ko'rinishi, yon tarafdan ko'rinishi, orqa tarafdan ko'rinishi, salon qismi, oldi konsol, orqa salon ko'rinishi, eng orqadagi qatori ko'rinishi. Elektron eshiklar. Mashinamiz 2023-yilda probegimiz 43800. Hozirgi holatida polniy oldi qismlari, kapot, bamper faralari bronepronka qilingan. Mashina kraskasi absolut top toza. Mashinamiz eng full pozitsiyada. Ikkitali lukimiz bor, elektron eshiklar bor. Har bitta eshikda besключевой достуp bor. Slepoy zonalarimiz bor. Hop, mashinamizda navrotlar juda ham ko'p. Mana ichkaridan o'tirib ham eshikni yopsangiz bo'ladi. Mashinada shtorkalar bor. Abagrevimiz bor. O'rta qatorni ham sidin yotqizib qo'ysangiz, kapitanskiy ko'rinishi keladi. Oldin navrotlardan gapiradigan bo'lsak, mashinamizda multirulimiz bor. 3 xil rejimda yurishimiz bor, avtoxod bor. Полоса удержания, автостоп, klimat kontrol, cruise kontrol, adaptivniy cruise kontrol. Xullas bu mashinada juda ham ko'p navrotlar bor. Pamit sidinlarimiz bor. Sidinlarimizda rul abagrev bor, 360 gradus kamerasi bor. Sidinlarimizning abdufi ham abagrevi ham bor. Xullas mashina juda ham full pozitsiyada, eng full pozitsiyada. Bundan keyingisi уже high limuzin bo'ladi. U high limuzindan bitta oldingi, ya'ni full hisoblanadi bu ham. Xullas mashinani texnik holati ham, kuzov holati ham mashinani butunlay ko'rib, aylanib chiqdik. Ideal holatda. Mashina rahbariyatlarni mashinasi ko'rinib turibdi. Oldidan ko'ra orqadagi shoferlarga hamma komfort berilgan. Elektron ruchkalarga maza qildim. Endi eng qiziq joy keling. Narx nechtamiz? Siz bu holatda juda ham zo'r saqlangan Kia Carnival avtomobilimizni marketdan boshlanish to'lovi 16000 AQSh dollarni berib xaridingiz bo'ladi. Tannarximiz 32200. Yana to'lov ma'lumoti va oylik to'lovlarni har doimgidek pastga kapchasiga yozib qo'yamiz. Diqqat ma'lumot, pastda yozilgan narxlardan bir so'm oshiqcha pul bermaysizlar. Kam bersangiz berasiz, lekin ko'p pul bermaysizlar. Hammalarni shunaqa chiroyli mashinalar va chiroyli narxlar bilan marketda kutib qolamiz.